alaykum. Hurmatli yosh qatnashchilari. Bugun 2026-yil 27-aprel Biznes rivojlantirish banki Uchqo'rg'on bank xizmatlari markazi tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazilmoqda. Ushbu uchrashuvni o'rinbosarimiz Yakub Shavkat aka o'tkazib beradilar. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Masalalarimiz bo'lsa bitta birin-ketin gaplashaveramiz. Kimda nima masalasi bo'lsa, chekkadan boshlaymiz. Nechta mol bo'ladi? Mahalla 60 million so'm kerak. Xabaringiz bormi? Kredit foizdan, yilidan. Yili to'ringli. 3 yilga beramiz, soliq imtiyozlari bilan. O'zingizga olmoqchimisiz? 25% dan bo'ladi, 3 haftaga tushirib beramiz. Bankdagi talab bo'ladi, kreditni birinchi o'rinda maqsadingizni aniqlashingiz kerak. Keyingisi vaqtni yopishingiz kerak. Ikkitasi talabimiz bor. Yaxshi, siz familiya nimangiz? Nabiy Islom. Tushunarli. Keyingisi kim bor? Men Qosim Rahmatjon. Men 5 million kredit berdim. O parmilimga o'g'it olishga. 5 million. Tanishtirishda biznesga birinchi qadam mahsulot orqali 5 million so'm kredit beramiz. Bu ham 3 yilga 6 imtiyozlar bor. Uyda familiya bormi? Bor. O'g'it kerak. Nima ekingachiga? Ichki qanday ekan? O'g'it sepgandan keyin pomidor yetishtirish bilan sotishni boshlaysiz, to'g'rimi? Boshlaganda qaytarishga vaqt bo'lgan. Tugatamiz. Hammaga rahmat. Yana qo'shimcha qanaqadir takliflar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.